ba'zi holatlarda ota vafot qiladi, balog'atga yetmagan go'daklari qoladi. Ana shu mayyit chiqqan joyda bir fursatdan keyin ehson, sadaqat, xayrot qilinadi. Endi shuni so'rab surishtirmasdan yeyishlik yetimni haqqini yeyish bo'ladi. Mahallada o'lgandan keyin oshxo'rlar ko'payadi. Shuni bir surishtirib qo'yish kerak. Demak, yetimga qilingan yaxshilik faqat unga moddiy yordam berish bilan emas, balki uni har bir haqqini, jumladan merosini ham asrash bilan namoyon bo'ladi. Yetimning moli uni kelajagi uchun berilgan omonat hisoblanadi. Unga xiyonat qilish emas, balki muhofaza qilish va o'z egasiga yetkazish mo'min kishining burchi hisoblanadi. Bishr ibn Aqrabadan rivoyat qilinadi. Otam Uhud jangida shahid bo'ldi. Nabiy alayhissalom mening yig'lab turganimni ko'rib, yonimdan o'tib qoldilar va ey bolam, seni nima xafa qildi? Nega yig'layapsan? Men otang Oysha esa onang bo'lishiga rozi bo'lasanmi dedilar. Men albatta roziman ey Allohning rasuli. Otam, onam sizga fido bo'lsin dedim. Bu hadisada payg'ambarimiz alayhissalomning yetimlarga bo'lgan mehr shafqatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Otasidan ayrilgan bolaga mehr bilan murojaat qilib tasalli berishlari yetimning qalbini ko'tarish, unga o'zini yolg'iz his qildirmaslik qanchalar muhim ekanini ko'rsatadi. Bu Rasululloh alayhissalomning ummatlariga qoldirgan buyuk ta'limlaridan bittasidir.